Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani transport texnikumida yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash maqsadida kitobxonlik haftaligi o'tkazildi. Hozir shu haqida. Tadbir doirasida tumanda yashab ijod qilib kelayotgan jurnalistlar, aktyorlar, so'z ustalari va bir qancha rahbarlar, kitobxon yoshlar, ularning ota-onalari va ustozlari bilan birgalikda davra suhbati o'tkazishdi. Tadbirda kitobning yoshlar hayotidagi tutgan o'rni, yoshlarning savodxonlikni oshirish haqidagi fikr-mulohazalari tinglandi. Tuman yoshlarining tashabbusi ilgari surildi. Mehmonlar yig'ilganlarga kitobning inson hayotidagi roli, ma'naviyatni rivojlantirishdagi ahamiyati haqida o'z fikr-mulohazalarini aytib o'tishdi. Tadbirda ijodkorlar o'quvchi yoshlarni qiziqtirgan savollariga javob berishdi. Tadbir yakunida o'quvchilarga Mash'al gazetasi bosh muharriri, O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi a'zosi Otabek Isroilov tomonidan kitoblar sovg'a qilindi.